Masalan, iftorlik vaqtini to'g'rilab, mana kechki tug'ilgan kunimiz Gulnur ayajonimizni Nizomiddin akamiz endi turmush o'rtoqlarini onalarini xonadan tashlab buyurdik. Hozir birgalikda o'zbekni ham qonchilashamiz degan umidamiz ketdik. Bayramlar bilan. Kelinglar davraga, ey qadrdonlar, aka-yu ukalar, opa singillar, davrani keng oling, ey qadrdonlar. Bugun onamizning tug'ilgan kuni, davrani keng oling, ey qadrdonlar. Bugun onamizning tug'ilgan kuni, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Bugun onamizning tug'ilgan kuni, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Bugun onajonimizning tug'ilgan kuni. Xolajon tabriklaymiz. Rahmat. Bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan onajonlarimiz, singillarimiz, yengilarimiz, kelinlar hammasini tabriklaymiz. Musofir yurtda yurgan mana shu kuyovimiz Nizomiddin aka, qizlarimiz nomidan mana shu sovg'alarni qabul qilasiz. O'zlari endi bilasiz, sabablarga ko'ra yoningizda emas, uzoqda bo'lsa-da sovg'alarni qabul qilasiz. Juda muborak. O'zimning onamdir, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, mening aziz umidvorim. Ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, allalab qiyin bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. Ko'zimning nuri onamdir, menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Duolarimiz bo'lsa foydali bo'lib, farzandlar boshiga sog'-omon bo'lib. Shunday bo'lsin. Ro'za Ramazon oyida aytilgan har bir yaxshilik inshaalloh ijobat bo'ladi. Sog' bo'lasiz. Ularni ham nasib bo'lsa bolalardan qaytsin shunday kunlar. Shunday bo'lsin. Rahmat, mayli. Sog' bo'linglar. Shirinliklarimiz bor endi, shirinliklarimiz. Ha, xudo xolsa. O'tiringizlar. Agar bir qisqa davrga bir mana shu kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda o'ynaymiz, bitta videoga tushiradi, bitta qo'shiq qiladi. Martni kesamiz. Zo'r gapda Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim. Arzimaydi sochlarining olasiga, ko'cha kuyda itaklashib yurganlarim. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim. Arzimaydi sochlarining olasiga, ko'cha kuyda itaklashib yurganlarim. Parishon holima bor mehmonim, so'zlari bor, so'zlari borim. Yor munim mana,
Sochlaring sunbul, ko'zlaring qora, yurakni qildingmi pora. Sochlaring sunbul, ko'zlaring qora, yurakni qildingmi pora. Nazlaring dilimni, nazlaring dilimni, nazlaring dilimni o'rtar tabora. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan, qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan shalaridan, hofiz qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang yo'llarga. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan shalaridan, hofiz qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang yo'llarga. Tog'ni baland, berazasi tog'ni baland, sovchi qo'ysam xayrlashadi, otangisini nomi baland. Tog'ni baland, berazasi tog'ni baland, sovchi qo'ysam xayrlashadi, otangisini nomi baland. Yığlasam xabar bulanma, ikimiz taqdir qo'shiladi, nechalar vafo bulanma. Qarsaylar. Qalbog'im, iya qalbog'im, mening qara qalbog'im. Oyliq to'lar darasi, elim bosar qalasi, qara qalbog' elimdim, meni biruni barasi. Oyliq to'lar darasi, elim bosar qalasi, qara qalbog' elimdim, meni biruni barasi. Iya qalbog'im, mening qara qalbog'im. Iya qalbog'im, mening qara qalbog'im. Aysining qilar sal meni aqla uraman, o'skanda yadıma Takati dağılmadım kildim ağına saçamadım, lala bırşın cananım Takati dağılmadım kildim ağına sallanadım, lala bırşın cananım Reyhana olsun, Muratxana olsun, baylar arasını versin, Hızır barakasını versin, Zatsarxanlarımızda baraka versin, elimiz, yurtumuz, tezgüşümüz, yurttaşımız aman olsun, bollarım sağ olsun, salamat olsun, uzaklarlarım oy barsın, aman gitsin, hemması, kim barsın, kulüp gitsin, kışlıqdalarım sağ olsun, salamat olsun, hemmasını hemen yaptığımızdan yeltarıga yetiliyorsun, kelinlerimde, kızlarımda, hemmasını oralarım tabrikleyim bayram bilen. Yana bayramlargacha hammamiz sog' salomat o'ynab kulib qana shu tinchlik xotirjamlik kunlarda shutib yuraylik hammamiz. Barini tabriklayman. Hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Dasturxonlarimiz hamisha ochiq bo'lsin, to'yxona bo'lsin. Bolalarim elda oldi bo'lib yursin, nasib bo'lsa, to'ylar qilsin, moshinlar olsin. Hammasi sog' salomat qana bo'lib yursin. Shuda endi tabriklaganim shu endi men. Sizlarga ham rahmat, hammalaringizga. Amin. 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 Tinchlik, xotirjamlikdan bilsin, o'yin kulgidan bilsin, nasib bo'lsa hammamiz sog' salomatgina shutib borishlik, kelishligina bu juraylik, kuyovlarim ham qo'shsa qarisin, qizlarim ham, kelin bilan ullarim ham qo'shsa qarisin, bari bolali chaqali bo'lib yursin, nasib bo'lsa bolalaridan qaysin shunday kunlar nasib bo'lsa hammamiz o'ynab kulibgina yuraylik, sog'lik salomatliklarda uchrashib yuraylik, hammamiz sog' salomat bo'lsin. Umuman bilgani hayajonlanib qoldim o'zi. Yoshida istaysiz mana shirinliklardan endi mana. Mamajonim ko'p umr ko'rsang, keyin bizlar baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yursin. Bunday bayramlarda ko'pini ko'rib yursin.
Meni tanir uzoqdan buvijonim sog' bo'ling. Bolamning bolasi deb, ko'zimning qorasi deb yurar doim g'amim yeb. Buvijonim sog' bo'ling. Qarisa ham yuzlari, yosh boladek o'zlari, tabarrukdir izlari. Buvijonim sog' bo'ling. Ikki kafti duoda, umringiz bo'lsin ziyoda, dard chekmang bu dunyoda. Buvijonim sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Baxtimizga sog' bo'ling. O'zimizni hajrlarga. Yaxshi tabrik bo'ldingiz, xudo xolsa. Umringiz uzoq bo'lsin. Mart xalqaro xotin-qizlar bayrami ekan. Men shu munosabat bilan eng avvalo onajonimni, dunyodagi barcha ayollarni, kelinlarimni, singillarimni, opa singillarim hammasini chin qalbimdan, o'zim nomimdan, qolaversa oila a'zolarim nomidan muborakbod etaman. Onajonimni umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu bahor bayramidagi barcha qo'shaloq bayramlar bilan hammani chin dildan tabriklayman. Onajonim nasib bo'lsa hoji onalar bo'lsin. Shu musofirda yurgan kuyovim bilan singlim ham singlimni ham Allohim umrini ziyoda qilsin. Xullas kalon yana bir bora bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat qilsin, rahmat. Bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami ekan. Mana shu munosabat bilan hammalaringizni qaynopalarim, opalarim, yengam, jiyanlar hammani qolaversa qaynam, xolamni ham tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, guzorimizda nasib bo'lsa bosh bo'lsin, har doim umrlari uzoq bo'lsin. Inshaalloh shunday bo'lsin. Bayramlarni ko'pini ko'rib bersin. Shunday bo'lsin inshaalloh. Ro'badaga. Nima deymiz? Bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu munosabat bilan butun O'zbekistonimizdagi barcha ayollarni tabriklaymiz. Hammani xonadoniga to'kin sochinlik nima qilsin, ayollarimiz har doim baxtimizga sog' omon bo'lsin. Shu jumladan mana bizning opalarim, singillarim, oilam barchasini 8-mart bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Eng yaxshi kunlari mana shunday xursandchilik nimalarda o'tsin. Baxtimizga onam sog' bo'lsin. Bunaqa yoshlarni inshaalloh shunday bo'lsin. Shunday bayramlarda birgalikda har doim nishonlash nasib etsin. Rahmatli otamni ruhlari qo'llab, qolgan umrlarini ham shu onajonimga bag'ishlab, har doim boshimizga bosh bo'lib yurishi nasib aylasin. Inshaalloh shunday. Porlar quyosh yuzlari, cho'lpon yulduz ko'zlari, mehr daryo so'zlari, buvijonim yaxshilar, eng kichik yoshimizda, parvona qoshimizda, doimo boshimizda buvijonim yaxshilar, xizmatda kecha kunduz hech tinmas, qish yozu kuz, hurmat qilar o'g'il qiz, buvijonim yaxshilar. Onajon bayram bilan tabriklaymiz. Bunday bayramlar ko'pini ko'raymiz. Oila o'rtog'im bilan hammamiz tabriklaymiz. O'lim bilan qo'shaqarimda baxtli bo'linglar. Umrlaring uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa, bolalaringdan sizlarga ham qaysi nasib bo'lsa, bolam omon sangana ishlab kelsin. Inshaalloh. Sog' salomatgina kelsin. Alaykum. Aziz mening qadrdon opa singillarim, ukalarim, akalarim, onajonim, bugungi xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Hamisha ukajonim Rufanning dasturxoni shunday to'kin sochin bo'lsin. Otajonimning ham ruhlari shod bo'lsin. Onajonim yuzlarga kirsin. Hammamizning boshimizga sog' salomat bo'lib, soyabon bo'lib yursin onajonim. Yana nima deymiz? Hammamiz sog' salomat bo'lib, mehr oqibat ko'tarilmasin. Mehrli oqibatli bo'lib yuraylik. Kelinlar, yangamlar hammasi bolalari sog' salomat bo'lib, tinch, totuv
yuraylik. Shu O'zbekistonimiz tinch, totuv, gullab yashnaversin. Onajonim sog' salomat bo'lsin baxtimizga. Sarmanı
qizlarim, kuyovlarim hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimiz bugun 8-mart bayrami ekan, xalqaro xotin-qizlar bayrami. Barcha yurtdagi xotin-qizlarni hammasini chin yurakdan tabriklayman. Uzoq musafir yurtda yurgan kuyovimni, qizlarimni, barcha hammasini, hamma begona yurtda yurib xizmat qilayotganlarni hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin. Nasib bo'lsa omon esangina ishlab, oy borib omon kelsin, kun borib kulib kelsin, ishlarini omadini bersin, umrlariga baraka bersin, rizqlariga baraka bersin, ishlarini omadini bersin hammasini. Nimaki niyat qilsa niyatlari ro'yobga chiqsin hammasini. Nima orzu tilaklari bo'lsa yetsin, nasib bo'lsa hammasini bolalaridan qaytsin, nasib bo'lsa hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin hammasi. Hammasi salomat ishlab kelsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz omon bo'lsin. Hammamiz sog' salomatgina o'ynab kulib yuraylik. Kuyovlarimiz sog' salomat kelsin hammasi. Misafirdagilarga Alloh himoyasiga olsin. Nizomiddin kuyovimiz bilan Nodira singlimizga Alloh umrini xayrli qilsin. Doimo ishlari o'ngidan kelsin. Biz ham minnatdor bo'ldik. Xursand bo'ldik. Onajonimning xursandligiga biz ham sherik bo'ldik. Shu kuyovimiz, singlimiz orqali. Ularga kattakon rahmat. Egilib ta'zim qilamiz. Boshimiz yerga tekkuncha. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.